Ustozimizni o'gitlarini albatta juda ko'p o'gitlari bo'lgan. Birinchi o'rinda yaxshi o'qigan, a'lochi o'qigan, albatta juda yaxshi kasb egasi bo'lasan degan ustozimiz. Birinchi navbatda menga sen kelajakda kim bo'lasan deganda men vrach bo'laman deganman. Unda sen sinfdon bo'lasan, sinfda sanitarkasi bo'lasan degan. Shundan boshlab menda mehr paydo bo'lgan vrachlik kasbiga nisbatan. Shunaqa o'gitlar bo'lgan. Aytadilarki, o'qing, izlaning, izlanishdan charchaning. Shu o'gitga albatta rioya qilishga harakat qiling. Doim bir-biringlarni hurmat qilinglar deb ko'p gapirar edi. Chunki shu meni sinfim shunaqa ahil bo'lsa, inoq bo'lsa, hamma narsani yengamiz. Chunki bir pasda vaqt o'tib ketadi, bir-biringlarga keyin istab topolmaysizlar. Shuning uchun har doim bir-biringlardan mehringlarni, muhabbatinglarni hech qachon ayamanglar deydi. Birinchidan aytganki, ilmga chanqoq bo'linglar degan. Ustoz sifatida ilm sizlarni boqib degan javob. O'sha birinchi ilm berganlar katta bo'lganinglarda hali yo'linglar tanlab ketasizlar, kimingizdir olim bo'lasiz, kimingizdir duradgor bo'lasiz, kimingizdir o'nda bo'lasiz deb aytib kasbni aytib turib, o'sha kasbga mana shu yo'ldan so'radi. Bilimi kuchli insonga o'tkazib o'qib olim bo'lish mumkin degan narsani qilganda, bari hunaring bo'lsa yoki bo'lsa shu ilming bo'lsa hech vaqt och qolmaysan. Albatta. Yaxshi o'qinglar degan. Albatta. Vijdonli bo'ling. Tarix o'qituvchimiz bo'ladi deb rahbarimiz javob qo'ygan bizga mana shu tarbiyaviy nimalarni ham darsda davomida ham shu tarbiyaviy o'gitlarni aytib ketardi. Sizlar kelajakda jamiyatga yaroqli insonlar bo'lishinglar kerak, o'qishinglar kerak har doim. Men zo'rman, mendan ham zo'r bo'linglar. Menga hamma havas qiladi. Sizlar men o'quvchilarimsizlar, mendan ham zo'r bo'lishlaringizni istayman degan bu o'gitni hech qachon unutmayman. Ustozimizni o'gitlaridan birinchi maktabga borganimizda aytgani, kattaga ham, kichikka ham bir xilda salom beringlar. Bir marta ko'rdim, salom berdim demanglar. Har ko'rganinglarda salom berib o'tinglar degani hozirgacha esimda. Ustoz o'gitlari doimiy rostgo'y bo'lish, samimiy bo'lish hamda mehr-shafqatli bo'lishni o'rgatgan birinchi ustoz. Hozirgi 57-maktabda o'qigan davrimda matematika ustozimiz bo'lar edi. Nazira domla deb. Qanday o'gitni bergan edi. Misollari bilan salomlashish odobi. Keyin bitta misol keltirgan. Chumoli bilan chumolini ko'rishganmisan? Har bir ko'rishayotganda biri bilan albatta to'qnashib o'tib ketishadi. Senlar ham insonsanlar-ku, aqlli mavjudotsan-ku, shunda ustozni ko'rganingda albatta salom berib o'tib ketishga harakat qil. Faqat hamma vaqt ustoz emas, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Ko'cha-ko'yda tanish bilishlarni, boshqa insonlarni albatta shu o'gitini esda qoldirganman. 79-yilda Andijon davlat tillar pedagogikasiga kirganimda kuratorim bo'lib, Husna Solipova bo'lganda, bilasizlar, ma'naviyat bo'yicha viloyatda ishlagan, judayam yetti yoshli ayol ekan. Bizga eng birinchi chiroyli gapirganlar. Eshitishlar, eshitish ularda judayam qobiliyati chiroyli bo'lsa, avval eshitish, so'ngra eshitib olib, keyin gapiradi. Gapirish qo'shmaydi. Shuning uchun opadan men birinchi eshitishni o'rganganman. Ustozim o'gitlaridan chiroyli yozish. Eng anaqasi qattiq qo'lida yozganimiz tepasida igna turardi, qo'qitardi bilan chiroyli yozmasang, uning igna bilan sayyorni qo'qitardi. Ustozimiz birinchi o'rinda tarbiyali o'gitlar. Tarbiyaga qattiq e'tibor berardi. Tarbiyali inson albatta maqsadlariga yetadi, har tomonlama obro' e'tiborli bo'ladi degan o'gitini eshitdim. Ko'p o'qi beradi ustozimiz. Ko'p o'qi, badiiy kitoblarni ko'p o'qi, she'rni ko'p yodlab beradi.
shularni ham yaxshi eslayman va shunga amal qilganmiz. Endi maktab davrida ham, institut davrida ham ustozlarimiz o'sha nimani o'rganayotgan bo'lsang, o'sha matematikami, fizikami, kimiyami, qaysi bir fanni o'rgatayotgan bo'lsa mukammal o'rganishing, uni orqasidan izlanishing kerakligini kasb o'rgatayotgan institutdagi o'qituvchilarimiz mana shu kasb egasini yuqori darajada kasbni egallashni bizga o'rgatgan. Qanchalar bu kasbni yuqori darajada egallasang, shunchalik bizni kasbimiz xalqni sog'lig'i yo'lida qilinadigan ishlar, salomatligi yo'lida qilinadigan ishlar. Shuning uchun Umidlarimi? Umidlari ko'p bo'lgan hozir eslolmayman, lekin biz paytda faqat o'qishga e'tibor bergan, yaxshi o'qishgin degan. Yaxshi o'qisang kelajakda yaxshi mutaxassis bo'lashasan deb aytishgan. Shu biza bitirgan sinfdoshlarimiz ichida hammasi yaxshi joylarda ishlashadi.